Mana bu aqlli yer xotin o'zining 3 sotixlik yer maydonidan 1 gektarlik hosil olish yo'lini topgan. Mana bunday maxsus polietilen quvurlarni minora singari tikalab chiqiladi va ularning orasidagi tirqichlarga mana shunday kichkina gubkalar tiqiladi. Gubkalar orasiga esa o'simlik ko'chatlari yoki urug'lari ekib chiqiladi. Gubkalar esa maxsus minerallar bilan aralashtirilgan suv yordamida muntazam sug'orilib turadi. Suvni esa mana bu kichkina motorcha tepaga otib turadi. Bu uslubda qulupnay, karam yoki shunga o'xshash ko'plab sabzavotlarni yetishtirsa bo'ladi. Bu kadrda esa bir necha kunlik o'simlikning o'sayotgan kadrlarni ko'rishingiz mumkin. Natija esa wow, gap bo'lishi mumkin emas. Bu texnologiyaning nomi gidroponika deb ataladi. Ana endi sharoitim yo'q, yer maydonim kichkina degan gaplar umuman o'tmaydi. Agarda siz ham mana shunday texnologiyaga qiziqqan bo'lsangiz, O'zbekistondagi Gruziya davlati bilan hamkorlikda ishlayotgan Vegetation Agro kompaniyasi sizga yordam beradi. Bu kompaniyada tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish, gidroponika va zamonaviy sug'orish texnologiyalari mavjud. Men xohlardim, lekin vaqtim yo'q deydigan bo'lsangiz, Vegetation Agro kompaniyasi buni ham yo'lini topgan. Mobil telefoningiz orqali xohlagan joyingizdan bu tizimni boshqarib tursangiz bo'ladi. Agarda siz fermer bo'lsangiz, yer maydoningiz 40 gektardan yuqori bo'ladigan bo'lsa, Vegetation Agro kompaniyasi bilan shartnoma qilsangiz, kompaniya nomidan katta bonuslar qo'lga kiritishingiz mumkin. Uning orasida Gruziya davlatiga 2 kishilik sayohatni ham qo'lga kiritasiz.